Ada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tug'ilgan kuning bilan. Ke. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Yaxshi. Ke o'tir. Oya, biza bilan o'tirmaysizmi? Yo'q, rahmat. O'zinglar o'tiringlar. Menga bitta San Sebastian va bitta qahva. Ada, qachon uyga qaytasiz? Bugun bir yoshga yana katta bo'lding o'g'lim. Meni gaplarimni diqqat bilan eshit. Rahmat. Erkak kishini boshiga shunaqangi kunlar kelar ekanki, uni tushuntirib berishga til ojizlik qilar ekan. Lekin sen unaqa bo'lma. Kimgadir so'z berdingmi? Uni udasidan chiq. Chunki erkak kishi lafzida turishi kerak. Imkon qadar ko'proq pul top. Chunki ko'p narsani, juda ko'p muammolarni pul hal qilishini bilmagan ekanman. Buni menga tushuntirib qo'yishdi. Esingda bo'lsin. Lekin baxtni puliga sotib olib bo'lmaydi. O'g'lim, uyga nima uchun qayta olmasligimni onangdan so'rab bilib olasan. Lekin otang o'lgan emas. Nima yordam kerak bo'lsa men tayyorman. Kelishdikmi? Kelishdik. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Kattalarni kechir o'g'lim. To'xtang. Aybimni tushundim. Yo'q. Ayb senda emas. Ayb menda. Oilamni qoniqtiradigan darajada pul topib kela olmadim. Ajrashishimizning ham sababi shu, to'g'rimi? Lekin gapimni unutma. Otangni million topgan puli bolamizning yuzidagi tabassumni endi qaytarib bera olmaydi. Unda ayb yo'q edi. Meni kechiring. Oilamizni tiklaylik.